Siz hadeb meni mashinamni gapiravermang. Siz bu mashinani remont qildingizmi yoki 001 ONZ bilan 007 ONTni yangi yo'lda zvezda qilish bilan band bo'ldingizmi? Buni ham qildingda. Mashinangiz birinchidan chirayotgan ahvolga olib kelganingiz biza uni banfellarni chizilib yirtilayotgan edi. O'sha banfellarni yengil qilib alishtirib absofkalar bilan niyatinlarni qilib berganmiz. Buni ustiga chang ko'chganmiz, bilmadim. Uchta payrovka qilib berganmiz. Salonlarni o'tida ximchis qilib berganmiz. Agar atigi 3 kunda mashina shunchalik ideal holatga kelgan bo'lsa, 10 kunda bundan BMW yasasa bo'lsa kerak. BMWni obzorini ko'ramiz shekilli. Bo'pti, maydalashmaymiz-da, aniq gaplarga o'tamiz. Lokatsiyamiz Yangiyo'l Niyozboshda joylashgan. Niyozbosh Tuning. Mana shu Instagram sahifaga tezda podpisani bo'linglar. Любой ag'anagan mashinalarni olib kelsanglar va обязательно meni ismimni aytsanglar, 3 kun ichida men javob mashinalarni yengidek qilib olib chiqib ketasizlar. Siz hadeb meni mashinamni gapiravermang.